Assalomu alaykum va rahmatulloh. Xayrli kech hammaga. Ko'mir sotuvchi akalarimga bu video. Akalar, sizlardan bir iltimos, Allohdan qo'rqib, toshli ko'mir bo'lsa ochiq oydin toshli ko'mir. Toshli ko'mir emas bo'lsa yaxshi ko'mir jicha qimmatroq deb sotinglar. Maktab mana bir xonadonga keldik. Yosh qariya onamiz bor. Juda qiynalib ketibdi. Ko'mirda ahvolini qaranglar. Mana bu katyolimiz ahvoli. Katyolda ham dabdablar qilgan. Ko'mir bunday qilib vulkan lavaga o'xshab qatib qolgan. Mana qaranglar ko'mirda ahvolini. Bu sal Allohdan qo'rqib sotinglar, iltimos. Sotganlarda bir Afrikadan kelgan bir yo Yevropadan kelgan odamga sotmayapsizlar. O'zlaringni o'zbek akalar, musulmonlarga sotyapsizlar. Halol pulni haromga aylantirib nima qilasizlar bunday qilib? Mana qarang mana ahvolni. Katyolda ahvolini qaranglar endi. Bu katyolda ko'r bo'lmaydigan bo'lib ketibdi bechora. Bu 10 yillab ishlaydigan katyol. Mana. Salomat bo'linglar. Va ba'zi bir akalarimizga ajomas insof berib qolsa.